Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan yerga ishlov berish, haydash usullari va sifati to'g'risida e, gaplashib o'tamiz. Ya'ni yerga ishlov berishda asosiy maqsad nimadan iborat? Yerga ishlov berishda haydash usullari hamda yerga ishlov berishning sifat ko'rsatkichlari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida bir ma'lumot keltirib o'tamiz. Endi yerga ishlov berishda asosiy maqsad nima? Ya'ni o'sha yerga ishlov berishda bermasdan demak unda ekin yetishtirib bo'lmaydi. Ya'ni albatta yerga ishlov berish tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. Ya'ni o'sha tuproq o'simlik ildizi uchun yetarli darajada yumshoq bo'lganda uning suv fizik xususiyatlari va mikroorganizmlarning faoliyati yaxshi bo'ladi. Yer yaxshi demak mikroorganizmlar hamda tuproqning suv fizik xususiyatlari demak faoliyati yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'sha misol uchun yerga ishlov berilgan, yumshatilgan yoki havo hamda namlik ikkalasi mutanosib bo'lgandagina demak tuproqda yaxshi muhit yaratilishi kuzatilgan va mikroorganizmlar faoliyati ham va ko'payishi ham yaxshilanadi. Buning uchun demak yerni ishlash deganda avvalambor yerni nimalar tushunadi? Yerni ishlov berishda shudgor qilish, tekislash, asosiy ishlov berish, boranalash, kultivatsiyalash, chizellar, mola bostirish kabi tadbirlar bu yerga ishlov berishda asosiy bosqichlari hisoblanadi. Ya'ni tuproqqa ishlov berishda asosiy maqsad demak mana ko'rib turibsizki, asosiy tuproq haydalma qatlam tuzilishi demak qattiq, suyuq hamda gazsimon holatda iborat. Bu deb ko'radigan bo'lsak, demak buni uchun demak tuproqning maqbul donadorligi ya'ni 50% qattiq holatini tashkil qilsa, bu donadorligini tashkil qiladigan bo'lsa, namlik 25 hamda havo 25 bo'lganda tuproqni maqbul sharoit yaratilgan. Ya'ni maqbul tuproq iqlim sharoitidagi demak yaratilgan tuproq hisoblanadi. Demak tuproqning maqbul bo'lishi uchun demak uning havo aylanishi, namligi hamda o'sha donadorligi ham muhim ahamiyatga ega ekan. Endi yerga ishlov berish turlari nimalardan iborat? Ya'ni mana shudgor qilish, tekislash, asosiy ishlov berish, boranalash, kultivatsiyalash, chizellash hamda mola bostirish yerga ishlov berishning asosiy turlari hisoblanadi. Demak bu tadbirlarni o'tkazilishi demak o'sha tuproqning yaxshi muhit yaratishga imkoniyat yaratib berar ekan. Endi yerni ishlov berish tizimi deganda nimani tushunamiz? Biri bilan bog'liq holda o'tkaziladigan tuproqqa har xil mexanik ta'sir etishdagi etadigan tizim bu demak yerga ishlov berish tizimi deb ataladi. Ya'ni yerni ishlash tizimi quyidagilarda amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha yerda ishlaganda tuproq suv, havo, issiqlik va oziq rejimlarining qulay o'tishi uchun qulay sharoit yaratib beradi. Ya'ni o'sha haydalma qatlam tuzilishi va donadorligi o'zgaradi. Va yuqorida aytdimki, tuproqning maqbul bo'lishi uchun tuproqda donadorlik, namlik hamda suv, havo aylanishi bu me'yorda bo'lish talab etiladi. Endi yerga ishlov berish tizimida tuproqning quyi qatlamida oziq moddalar yuqoriga ko'tarilib, uning aylanish davri va mikrobiologik jarayonlarni tezlashishiga olib keladi. Ya'ni o'sha tuproqning ustki qatlamdagi organik qoldiqlar pastki qatlamga yoki pastdagi yuqori qatlamga ko'tarilishi hisobiga demak tuproqda yaxshi muhit hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari mikrobiologik jarayonlar deyilyapti. Qachonki tuproqda yaxshi havo aylanishi, namligi hamda tuproqda umumiy muhit yaxshilansagina tuproq tarkibidagi o'sha tuproqdagi mikroorganizmlar faoliyatini yaxshilanishiga sabab bo'lishi kuzatilgan. Organomineral o'g'itlar va ang'izlar tuproqqa qo'shiladi. Tuproq yuza qatlamida yoki o'simlik qoldiqlarida yashayotgan ekinlarning kasalliklari hamda zarar kunandalari tuproq ostiga ko'milishiga va ular o'sha tuproq ostidan yuzaga chiqmasdan nobud bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ekinlarni ekishga tayyorlashda, egat va jo'yak olishda hamda ekinni parvarish qilishda qator orasiga ishlov berish, begona o'tlarni yo'qotish kabi ishlar bajariladi. Ya'ni o'sha yerga ishlov berish tizimida o'sha qator oralarga ishlov berish, jo'yakka ishlov berish hamda begona o'tlarga yo'qotishda mexanik ishlov berishdagi
tizimlar ham demak bu begona yerga ishlov berish tizimiga kirar ekan. Yerda ishlov berishda qanaqa texnologik jarayonlar amalga oshiriladi deganda, demak asosan qatlam ag'dariladi. Yerga ishlov berishda texnologik jarayon qatlam ag'dariladi, qatlam aralashtiriladi, yumshatiladi hamda begonovotlarga ildizlari qirqiladi, tuproq zichlanadi, tekislanadi hamda egat va jo'yak olinadi. Demak mana shu yerga ishlov berilganda o'sha texnologik jarayonlar amalga oshishiga demak sababchi bo'lishimiz mumkin. Faqat bularni qaysi vaqtda, qayerda, qaysi ekin turiga qo'llashga qarab demak biz o'sha texnologik jarayonlardan demak foydalanishimiz mumkin ekan. Endi yerni haydash sifatiga e'tibor berishimiz kerak. Qanday yer sifatli haydalgan hisoblanadi? Mana misol uchun yer haydalganda ag'darilayotgan qatlamlar 135 dan 145 gradus qiyalikda bir-biriga yonboshlasa, demak yonboshlasa, bu yer chala haydalgan hisoblanadi. Agar qatlam 180 gradusdan tepadan pastga, pastdagi yuqoriga qatlam ag'darilganda esa demak ular to'liq ag'darilgan hisoblanar ekan. Yerni haydash sifati plug ag'dargichi va plug ag'dargichilarning shakliga bog'liq bo'ladi. Ular vintsimon, silindrsimon, yarim vintsimon va madaniy pluglarga bo'linadi. Endi mana pluglarning ko'rinishi demak silindrsimon, madaniy hamda yarim vintsimon hamda vintsimon to'rt xil pluglarni ko'rib turibmiz. Hozirgi kunda demak eng ko'p qo'llaniladigan pluglar bu madaniy pluglar hisoblanadi. Endi madaniy pluglar avvalo o'sha pluglar qatlamni yaxshi uvalalaydi, maydalaydi, qatlamni yaxshi ag'daradi. Shuning uchun demak bu madaniy pluglar hozirgi kunda eng ommaviy pluglardan biri hisoblanadi. Bu plug 1870-yilda Rudolf Sag yarim vintli hamda silindrik atvolli pluglardan madaniy plug yaratadi. Ya'ni ikkalasini qo'shilishi hisobiga madaniy plug demak yaratadi. Bu plugning asosiy korpusi demak oldiga kengligi asosiy korpusning 3 dan 2 qismiga teng keladigan chimqirqar o'rnatiladi. Chimqirqar hozirgi paytda yer ko'proq o'sha P535M, PN435M markali tirkama va osma pluglardan bilan foydalanadi. Keyingi yilda chimqirqarning kengligi 27 santimetrgacha uzaytirilgan PA335 markali 2 yarusli pluglardan foydalanilmoqda. Hozirgi davrda demak shamol eroziyasiga moyil yerlarni ag'darmasdan ang'iz saqlagan holda demak asosiy ishlov berish usuli keng qo'llanilmoqda. Ya'ni o'sha eroziyaga uchraydigan va eroziyaga uchrashga moyil bo'lgan yerlarni ag'darib haydash demak maqsadga muvofiq bo'lmas ekan. Ya'ni yerlarni yanada yemirilishiga, shamol ta'sirida, suv ta'sirida yemirilishiga demak olib kelishi mumkin ekan. Va hozirgi kunda mana madaniy atvolli pluglar qatlami buni ko'rib o'tdik. Yerning sifatli ishlashiga asosiy ko'rsatkichlar nimalar? Asosiy ko'rsatkich demak plugning atvolining shakliga, ishchi organlarning turiga, qanaqa ishchi organlarning turiga, agregatlarning tez yurish tezligiga, ya'ni o'sha dalani agregatlar qanchalik tez yuradigan bo'lsa, qarshilik kuchi shunchalik kuchli bo'lib, pluglarning chuqur botishiga demak botishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun demak yurish tezligi me'yori ham demak yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Tuproqning texnologik xossalariga, ya'ni o'sha tuproqda qanaqa texnologik holatda, ya'ni o'sha tuproq tarkibidagi namligi hamda o'sha namligiga ham bog'liq bo'ladi. Endi tuproqning texnologik xususiyatlari deganda asosan uning ilashimligi, yopishqoqligi, plastikligi hamda zichligi tushuniladi. Bu xususiyat uning namlik, mexanik tarkibi, qattiqligi, donodorligi va boshqalar bilan belgilanadi. Endi ayrim mana o'sha tuproqning texnologik xususiyatiga qarab yerga ishlov berishda demak uning sifat ko'rsatkichiga albatta ta'sir qilar ekan. Ayrim mana o'zimiz bilamizki, yer yetilgandan keyin yerga ishlov berish maqsadga muvofiq deb ko'p aytiladi. Ya'ni o'sha yerni ishlash vaqtiga demak o'z vaqtida ishlash maqsadga muvofiq deyiladi. Ya'ni masalan quruq yer haydalganda
tuprog'ida katta palaxsa kesaklar paydo bo'ladi va buni keyinchalik maydalash uchun bir qancha yerni diskalash, tezillash va shunga o'xshagan agrotexnik tadbirlarni o'tkazishga to'g'ri keladi. Shuning uchun yerni o'z vaqtida haydash maqsadga muvofiq. Undan tashqari og'ir va yengil soz tuproqli yerlarda tuproq namligi to'la nam sig'imiga nisbatan 40-60% bo'lganda yer yaxshi ishlov beriladi, yaxshi haydaladi. Ya'ni tuproqlar sochiluvchan bo'lib, demak yaxshi ag'dariladi. Bunda palaxsa ko'chmaydi yoki namlik yuqori bo'lmaganligi sababli tuproqda o'sha sochiluvchan demak ishlov beriladi va bu sifatli ishlov berishga sabab bo'ladi. Tuproq namligi ortiqcha bo'lsa esa uning ishchi organlariga yopishib yer sifatsiz hamda namligi yuqori bo'lgan holda demak yirik kesaklar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi keyin demak yerni haydash usullarida aylanma yoki shaklli usullar hamda taxta zagonlarga bo'lib haydash usullariga bo'linadi. Yer soatiga demak boya yuqorida aytdik tezligiga ham bog'liq dedik. Ya'ni soatiga 7-7,5 kilometr tezlikda haydasa qatlam yaxshi ag'dariladi, ualoqlanadi va tekis bo'lar ekan. Agar bundan oshiq yoki kamroq bo'lsa, o'sha tuproqning sifatsiz haydalishiga, yerni sifatsiz haydalishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Haydash sifati yerni haydash vaqtida yoki haydalgandan keyin tekshiriladi. Ya'ni yerning sifatli haydalishi bu tadbirning o'z vaqtida o'tkazilishiga, chuqurligi, agregat buriladigan joydan taxtaning oxirigacha bir xil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni o'sha yerni haydash sifati tuproqning donodorligi, haydash vaqti yetib kelganligiga, ya'ni o'z vaqtida haydalsa, demak uning sifati yaxshilanishiga kuzatiladi. Keyingisi. Masalan, bedapoya ang'izlar ayniqsa sifatli haydalishi kerak bo'ladi. Bedapoya hamda ang'izlar. Bu esa nimaga? Qatlam to'g'da ag'darilmasa, erta bahorda beda yoki begona o'tlar o'sib chiqishi mumkin. Bedapoyadan bo'shagan joylarda bedani ildizlari to'liq qirqilmaydi va o'sha erta bahorda bularni ildizlar unib o'simlik unib chiqishi hisobiga dalani begona o't bosishi mumkin ekan. Organik massalar demak tuproqqa yaxshi ko'milmay ekish sifatsiz ekish hisoblanadi. Shuning uchun organik qoldiqlarni tuproqqa to'liq ko'milishiga demak sabab bo'lishi mumkin ekan. Endi organik qoldiq massalar, xas va cho'plarning 10% tuproqqa ko'milmay qolsa, demak bu yer sifatsiz haydalgan hisoblanar ekan. Shuning uchun uni iloji boricha to'liq ko'milishiga demak nima qilishimiz kerak ekan? Erishishimiz kerak bo'ladi. Agar mana yerni sifatsiz haydashiga yana bir ko'rsatkichlardan biri, masalan, diametri 5 santimetrdan katta kesaklar palaxsa hisoblanadi. Palaxsa hisoblanadi. Ya'ni 1 metr kvadratda o'rtacha 5 tadan ortiq palaxsa bo'lsa, haydash qoniqarsiz hisoblanadi. Qoniqarsiz hisoblanadi. Endi takroriy ekin ekiladigan yer tuprog'i yaxshi ualoqlanishi kerak. Takroriy ekin ekiladigan, ya'ni bug'doydan bo'shagan joylarda o'sha yerni ishlov berishda yaxshi ualoqlanib, yaxshi tekislanishi kerak ekan. Aks holda u maydalashga ko'p mehnat sarflanadi ekin ekish oldidan. Agar kuzgi shudgorda palaxsa hosil bo'lsa, bu uni zarari yo'q. Ya'ni qishi yog'ingarchiliklar hisobiga erta bahorda bu palaxsalar erib, demak ular donador holatiga kelishi mumkin. Lekin yozda bu holatni kuzatib bo'lmaydi. Yozda albatta yer yaxshi tayyorlanishi kerak bo'ladi. Endi ko'z bilan men chamalaganda chala joy umumiy maydonning 0,2% dan ortiq bo'lmasligi lozim. Aks holda esa demak yer qoniqarsiz va sifatsiz haydalgan hisoblanadi. Buning uchun demak mana yerni ishlov berishda avvalambor uning yetilganligiga, tuproqdagi namligiga, ekinlarni o'sha texnikalarni yurish tezligiga hamda texnikalarni agregatlarning ishchi organlarning shakliga bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun demak mana biz yerga ishlov berishda albatta mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Bugungi sizlar bilan yerga ishlov berish,
ishlov berish usullari va ularning sifati to'g'risidagi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.